Mashallah, bularni qaranglar akalar, odam ko'rib ko'zi quvnaydi-yu. Avvalambor assalomu alaykum qadrli chorva mix obunachilari, YouTube, buqa va albatta chorva ishqibozlari. Angus, Simmental, Greenfordni nomer 1ni optim joyidan so'ragan aka-ukalarimizga yana bir bor assalomu alaykum. Qadrli chorva mix obunachilari, xudo xolasa bugun mana 300 bosh Angus, Simmental, Greenford buqalarda xudo xolasa nomer 1lari kelgan. Narxni ham inshaalloh yorib yuboradigan narxi beramiz deyapti akalarimiz, qadrli obunachilar. Xudo xolasa narxlar ham bomba bo'ladi bugun. Videoni boshidan bitta like ni bosib qo'yamiz. Like hech kimdan pul so'ramaydi. Menatimizga like ni bosib qo'yasizlar, qani boshladik. Ular ketishini qaranglar. Xo'p, qadrli obunachilar, bugun hafta kunlarimiz 30-noyabr, haftaning yakshanba kuni 2025-yil. Biz yana o'sha Toshkent viloyati Chinoz tumani Olmazorda Sunnat akamizning fermasidamiz akalar. O'zlari birinchi qo'r, o'zlari optimchi akalarimizni fermasiga kelganmiz. 300 bosh mana bunaqangi Anguslarning zo'rlari, Simmental, Greenford, xullas hammasidan bor akalar. Turishini qarang bular. Hammasi akalar mana xudo xolasa yeb ichib turibdi. Avvalambor tepaga chiqib mana bir hammasini yeb ichishlarni iloji boricha ko'rsatib o'ramiz. Keyin yana pastga tushib akalar buqalarni yaxshilab bir aylantirib ko'rsatamizda, xudo xolasa sekin narx-navoziga o'tamiz. Qisqagina chiroyli bitta video qilib beramiz. Juda ko'pchilik bizdan so'rayotgandi, bu fermaga qachon buqa keladi? Angus so'ragan akalarimiz bordi. Mana Anguslar ham bor ekan ichida. 30 ta yo 40 ta atrofida Angus, Greenford, Simmental buqalar bor akalar. Buqalarning 70-80% to'qol, bir 20-30% shoxli. Ko'p videolarda aytaman, shoxli bo'ladimi, to'qol bo'ladimi, mol o'zgarsin, aytgan to'rnangizni bersin. Lekin hammasi orqa oldi pachka deydi-yu, haligi sifatlari zo'r buqalar. Xudo xolasa, Sunnat akamiz o'zlari aytayapti. Ziyojon, bemalol obunachilaringizga aytavering, ko'ngil to'qa fermaga kelishaversin. Xudo xolasa kelganiga afsuslanmaydi, chunki buqalar juda zo'r, sifati zo'r, ishonchli joydan olingan. Xudo xolasa kelganiga afsuslanmaydi. Narxini ham yo'lida qilib beramiz, hammasi joyida qilib beramiz deyapti. Mashallah, turishini qarang bularni. Ichida bir 30 ta, 40 ta atrofida Angus bor. Qolgani Simmental, Greenford, ya'ni gibrid buqalar ham bor akalar. Joning omon bo'lsin. Akalar, videoga bitta like ni bosib qo'yamiz. Like hech kimdan pul so'ramaydi. Kanalga obuna bo'lmaganlar ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya, ya'ni obuna tugmachasi turibdi, qo'ng'iroqcha. Shunday bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, inshaalloh biz qo'yayotgan videolar birinchilardan olib ko'rasizlar. Bularni qarang. Buqalar makoni deydi-yu. Joning omon bo'lsin deganlarida. Akalar, shu videoni iloji bo'lsa Maqsadaqangi buqalarni optim joyini qidirib yurgan tanish-bilishlar, xolavachcha, amma xola deydi-yu. Shuni tashab qo'yinglar mana shu videomizda akalar. Xudo xolasa izlaganini topadigan buqalar bor akalar mana. Soni 300 ta xudo xolasa. Sunnat aka aytishyapti, Ziyojon kelaversin, klientlar xudo xolasa arzon qilib beramiz deyapti. Mana narxlarni ham bir buqalar ko'rsatib aytamiz. Chunki buni orqasidan yana bir 300 ta yo 400 ta yaqin buqalar kelish kerak. Joy bo'shatishimiz kerak. Bular ham o'zi yangi buqalar 300 ta. Kelgani 2 kungina bo'ldi. Xudo xolasa yana orqasidan 300 ta 400 ta kelish kerak. Xudo xolasa bularni ham yengilroq qilib beramiz deyapti. O'g'lar qaranglar. Joning omon bo'lsin. Ichida 30 ta 40 ta Angus bor, aytib o'tganimizdek, Greenford, Simmental, xullas kelasiz, sallisiz, narx-navoni inshaalloh yorib yuborishadi inshaalloh. Joning omon bo'lsin. Bularni qarang. Mana Angus so'ragan akalarimizga, Greenfordni zo'rini so'ragan akalarimizga. Xullas akalar, narx-navoga o'tiramiz. Xo'p, 300 bosh eng pastini boshlaymiz deyapti. 18 milliondan eng pasti boshlanadi. Eng baland zo'riga tanlab olamiz degan akalarimizga 23 milliondan zo'rin tanlab olasiz. Akalarimiz aytishdi 24 million deyishdi va o'zim tortishdim. Sunnat aka shuni 23 milliondan qo'yaylik. Xudo xolasa bizning obunachilarga 1 milliondan arzon bo'lsa ham yaxshi deb talashib, xudo xolasa 23 milliondan akalar zo'rini tanlab olasizlar mana. 18 milliondan 23 million so'mgacha. Yana bir joyi 50 ta olamiz degan akalarimiz bor, 20 ta olamiz degan akalarimiz bor. Ular ham kelishsa, aytilayotgan narxlar xudo xolasa xayri bor, o'tib, savdosi bor. Kelasiz 10 ta, 20 ta ajratasiz, yana arzonroq xudo xolasa qilib beriladi akalar. Bemalol bitta oladiganlar ham kelaverishsin, 10 ta oladiganlar ham kelaverishsin, 2 ta farqi 100 ta oladiganlar ham kelaverishsin. Hammasiga buqa topiladi, hammasi bilan muomala qilib xudo xolasa savdo qilinadi inshaalloh.
Xo'p, Chinozda, Toshkent viloyati Chinozda, Olmazorda akalar, telefon nomeri ekran ostiga qo'yib ketyapmiz. Telefon qilsalang, Telegramdan yozsalang, laykasini tashlab beradi. Bemalol kelib, ko'rib, savdosini qilib olaverasizlar akalar. Onlayn savdo qanday degan akalarimiz joninglar bular ketishini qarang. Mashallah. Xudo xolasa aytilganicha bor buqalar ekan akalar, lekin boru pachka buqalarda mana. Bitta like ga arziydi. Mehnatingizga akalar like bosib qo'yinglar. Menimcha hamma joy narx-navolar bilan bemalol solishtirib ko'rsalaring bo'ladi. Menimcha narx-navolar zo'r qo'yildi. Ha, ular ketishini qarang. Qadrli obunachilar, shu bilan sekin videomizni xudo xolasa yakunlaymiz akalar. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Barchalaringni chorvalaringga Alloh taolo baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani chorvasiga Alloh yana bir bor baraka bersin. Sog' bo'linglar.